Kaputsin qushi ajralib turadigan jihati uning patsiz kalboshi. Shoxli palamediya Janubiy Amerikaning o'rmonlarida va botqoqliklarda yashaydi. Lira dumlilar ajoyib dumi va har qanday ovozga taqlid qila oladigan qushlardan biri. Kazuar ovozi ham tirnog'i ham juda ham o'tkir. Odam o'ldirgan yagona qush hisoblanadi. Bir mo'ylovli qush, uning ovozi 125-4 detsibelgacha yetadi. Gagar oq boshli burgut. Ko'rinishiga ovozi unaqa vahimali emas. Kokobar, uning ovozi xuddi kimdir kulayotgandek eshitiladi. Va oxirgisi o'zimizning legendarniy xo'rozimiz. Har kuni ertalab hammani qichqirib uyg'otadi. Sizga qaysi qushning ovozi ko'proq yoqdi? Fikringizni izohda albatta yozib qoldiring.